Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq hamd sana Cenab-ı Allah'a bolsun. Şundaqla Peygamberimizge, ail tavabı atlarga ve onunğa taki kıyamet geçkenlerge durut salamlar bolsun. Kirpinin göşünün hükmüde alimler oturusida köz qaraş oqşamaslığı var. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi bilen İmam Ahmet haram dep qaragan. Bular asaslanğını İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet qılgan bir hadis bolup, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste kirpi toğrusida meynet narsalardan biri degen. Lekin İmam Xattabi, Bayhaqi, İbn Azm ve Hafiz İbn Hajar qatarlıq hadis alimleri bu hadisni aciz deb bahalagan bolğaçqa kirpi go'shini haram deyishga dalillikka putirab turolmaydi. İmam Malik bilan İmam Şafii qatarlıqlar kirpining go'shi halol deb qaragan. Bular odatda biror dalil kelmagicha bir narsa haram deyishga bo'lmaydiganligini ko'rsatadigan har qanday narsaning asl hukmi mubahlikdir degan fiqhiy qoidani tutqi qilgan bo'lib, kirpini haram deb qaraydiganlar e'tirozdan xoli sahih bir dalil ekilish kerak. Ekilmagandan keyin mubah holatda qoladi deb qaragan. Yuqorqilarga asosan kirpi go'shining hukmi mubah degan qarash jalliq. Uning ustiga davolanish zaruriyati bo'lgandikin halol degan qarash bo'yicha amal qilsa bo'ladi. Ammo kirpining qini nejis. Buningda ixtilof yo'q. Albatta, go'sh halol bo'lish uchun bo'g'izlash shart. Kirpini bo'g'izlash usuli kirpini suvga tiqib, suvni sal isitgandan keyin beshini so'zib chiqaradi. Shu chaqda bo'g'izlash kerak. Vallohu alam. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh